WhatsApp qop-qora nigerlar. Короче, videomaga ham ancha o'tdi. Free Fire mana tipa yangilanishdan keyin Free Fire'ga ancha o'zimni tiklab qaytib oldim. Qashda bir oy emas, 2 oy, 1,5 oy menimcha bo'ldi YouTube'ga video qo'ymaganimga. Endi xudo xohlasa endi bu yoq YouTube'ga video qo'yaman mana. Bilsanglar agar Free Fire'ga donat qilmagandim, bilasizlarmi? Mana hozir donat qildim. Mana ancha o'zim tiklab oldim. Endi Free Fire'ga qaytdim. Endi xudo xohlasa bu yerdan bu yog'i video qo'yish va video montaj. Hozir bugun birinchi bizning ishimiz kibriting, tipa kibriting o'ynaymiz. Bir boshda endi kibriting o'ynab ko'taramiz. Free Fire'ga ham bolalar kirmaganimga pashti o'zi qanday donat qilishim mumkin deganni deylar. 2 hafta oldin qilgandim donat. 4 kundan beri kirganim yo'q o'zi Free Fire'ga. Tiklab olamiz. Mayli. Qo'ylam chiqqan, mashq qilib oldik o'zgincha. Hayli ko'taraylik. Ana ko'raylikchi birjalardan kim bor ekan. Ana qo'shaylikchi. Yo'q, bucha. 4 marta oyoq qildi. Shu gilyadan esa hech kim yo'q deb. Endi odamlar yo'q, o'ynayotgan paytim menga zabroz tashlaydi bir xillar. Endi bilmadim, zabroz tashlay bir xillar, mazgin lazga qilish. Shu uchun endi nima deymiz? Boshladik. Hozir böyle emotsiyalarni qaranglar, emotsiya qilib turamiz yami, jigarellolar. Qaranglar. Mana emotsiya qaranglar sizlarga. Gallery. Mana bosildi media. Sileradigan bir nimzga tushdik. Sen nima desam, hozir biza bular yomon odamlarga menga o'xshaydi. Jaballaslar turib qolmaslik uchun o'zi har kuni qotib turaman deydi. Короче, vallahi makrovoldik biz. Endi bular ham gapiradiganlar yo'qlar. O'shalar bot deyib bot deyib. Mayli bot desam tepa anlamaymiz. Xona yurishimiz. Yangilanishlar degan joyga bo'lishi. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin Free Fire'ga normal. Bermuda degan bir zonaga qadam qo'ydik deymiz. Bularning 1-aprelda qaytgan bo'lsa, bolalar 1-aprelda. Men o'zi 4 kun kirmagan bo'lsam, bir nechinchi edi. 10-aprelda masterga chiqdim-da. O'shanda ham kirmadim, menimcha 10-aprelda Borritingdan men Herodga chiqdim. Qiyin bo'lishi mumkin lekin bir xil uchun. Men uchun lekin bilmadim. Telefon yomon qo'tirib beryapti. Wi-Fi bilan birga. Yumpicha. Menga zajim qurollar qo'ydi. Enemy very close.
Skateboarding yo'qmi deganlarga skateboardim bor, bilasizlar-ku, kibriting. O'ynaganman, o'zlar ko'rsatganman, lekin skateboarding bormi, yo'qmi deganlarga botskim degan. Yo'q, bor skateboardim. Ko'p kibriting o'ynamaganimizga, bundan tushmaganimizga shuncha sizlar ko'rmagandirsizlar-da, kamdan ko'ringan bo'lsam-da. Skateboardim bormi? Nima deyapsizlar? 5 minut o'tdi. Keyingi video aytinglar bola kommentariyada qanaqa bo'lsin. Lekin men o'ylashimcha men ana deyapman-da. Nima edi? Ismi akkauntlar yo'q, g'alatiroq. Shunaqalar o'tgan yili tarqalib ketgan g'alatiroq akkauntlar yozish. Qani, normal odamga o'xshaydi ular. Cho'tki narsa qilibdi. Xudo. Mayli, videoni chekmaymiz, o'lik bilan Wi-Fi o'tdi. Wi-Fi yibam. Amma skateboardni botski. Yerda janjal bo'lyaptir. Nima qilasizlardir? Group up at my location. I'll revive you. Yillarimizni oldin bo'la mana qilgandim, nima chiqargandim. Video ko'p chiqarganim yildan oldin, yangi yildan oldin. Prosta bugun vaqtim ko'p vaqt bo'lmadi video chiqarishga. Ro'za Ramazon oyida chiqarolmadim va har kun video chiqar deganlar. Vaqtim ham yo'q bo'ladi, bo'ldi har kun chiqarishga-da. Bir xil qilib qo'yishim mumkin-da har kuni. Lekin bir kunga emas videoda prosta. Bir kunda qildirish prosta mening ishim emas, o'ylagan hoyat. Buni qaranglar, nechta qaytib o'tganlaridek. Uy, yangilanishiga qo'ya olasiz. Thank you, Xayr, bola, videomiz yoqqan.